o'rmonga qirov tashlab tunda yaxlatdim daryoni. Shundan endi ko'ngli chog' qari chol Ayoz boboni. Ikki opa singil busilar uyda yashaydi anchadan buyon. Ular haqidagi ertakni hozir sizlarga tomizmay eturman bayon. Sizga nima bo'ldi, buvijon? Voy, negadir etim uvushib ketyapti. Ovora bo'lma. Biroz dam olishingiz kerak, buvijon. Olov yoqib qo'ysam, kulbamiz tezda isiydi. Turmalasha. Tong otyapti. Hozir turaman. Shimni ko'rib olay. Tura qol. Buvimizning to'plari qochib qoldi. Meniyam negadir boshim og'rib turibdi. Yotib nimayam qildim. Yopgan nonlar sof qolmasin tag'in. Voy qiz tushmaguray. Hap senimi shoshmay tur. Singiljon, suv olib kel. Suvni tortib olarman, lekin ko'tara olarmikinman? Yordam bering, opajon. Voy, qarang. Bu bizni chelak-ku. Ushlang uni, opajon. Bobojon, kimsiz? Ayoz boboman. Anchayin qahrim qattiq. Kelganingiz sababini ham aniq bilaman. Yo'qotgan chelagingiz yoniga qo'shib, tuzukkina mukofot ham qo'shib beraman. Faqat bobongizga biroz xizmat qilasiz. Kiyim-kechagim tikib, ovqat qilib berasiz. Ko'rpa to'shagimni tuzab qo'yguningizcha ko'kdagi bulutlarni qorga to'ldirmoqchiman. Ovqatingiz tezda tayyor bo'ladi. Sen esa Malasha, ko'ylakni yamab tur. Bo'pti. Ammo yaxshilab yema. Qo'ylak kiyishni bilarkanman. Lekin tikishni bilmas ekanman. Yordam bering, opajon. Meni qutqaring. Voy.
yerda yurishni bilar ekanman-ku, lekin supurishni bilmas ekanman. Kim ekan u ishni qoyillatayotgan? Kulbamni changitib yuboribdi-ku. Jahlingiz chiqmasin, bobojon. To'shagingizni tezda tuzab beraman. Voy, ko'rpada uxlashni bilar ekanman-ku, lekin tuzashni bilmas ekanman. Voy, gullar! Ularning ochilishiga hali vaqt bor. Mana ko'klam kelsa, hamma yoq gulga burkanadi. Rahmat senga, Dunyasha. Chelagingni tashqarida tayyorlab qo'yganman. Bu esa meni sovg'am. Qani kiyib ko'rchi? Bunisi esa buvingizga. Kiysa tuzalib ketadi albatta. Menga ham sovg'a bor-da. Ha, bobojon? Xizmatingga yarasha sovg'a tayyordir. Qanday ajoyib ro'molim. Darrovda tuzalib ketdi. Tumovim. Sizniki nima bo'pti? Mana buni sovg'a desa bo'ladi. Voy. Sho'rim qursin. Taqinchog'im erib ketdi-ku. Endi nima qilaman? Ishga qo'l urmaganing pand berdi qizim. Xizmatimga yarasha aybdorman o'zim. Ko'p kuyinma qizginam. Ko'z yosh ne darkor. Hozir tushlik qilamiz. Samovar tayyor. Singiljonimga esa qo'lqopimni beraman. Hozir kelaman, opajon, tezda. Voy, bizni malashi suvib ketdi-ku. O'rmonni to'ldirib, yog'ar oppoq qor. Sovuqqa qaramay bo'lar ko'ngil shod. Dangasa ish yoqmas bo'lmangiz zinhor. Xizmatga yarasha bo'lur mukofot.